Men Cannavaro bilan birga o'ynaganman. U 2006-yilda 33 yoshda jahon chempioni sifatida Real Madridga kelgandi. Kiyim almashtirish xonasida uning shkafi meniki bilan yonma-yon edi. Men unga Chempionlar Ligasi kubogi bilan tushgan suratimni ko'rsatsam, u mening shkafimga jahon chempionati kubogi bilan tushgan suratini qo'yardi. U menga jahon chempionati kubogi bilan tushgan suratini ko'rsatganda shunaqangi jahlim chiqardi. Va u menga qarata, "Ha, mana bu boshqa daraja, do'stim. Buning darajasi boshqa" derdi. Va 2008-yilda Italiyaga qarshi finalda Yevroni yutganimizda unga telefon qildim-da, "Fabio, mana Ispaniya Yevroda chempion bo'ldi" deb aytsam, "Iker, Yevroni bo'lmag'ur jamoalar ham yutgan. Mundial bu boshqa daraja" degan. Men dedim. Va esimda oradan 2 yil o'tib, Cannavaro va Roberto Carlosga Johannesburg, Soccer City shahridan telefonimni olib qo'ng'iroq qildim. Robertoga qo'ng'iroq qildim, u menga "O, ajoyib" dedi va men unga jahon chempioni bo'lganingdagi hissiyotlar qanday ekanligini endi tushundim deb aytdim. Cannavaroga ham shunday dedi. Va u menga oltin to'pni qo'lga kiritganini pesh qila boshladi.